Mana bugun 6-iyul 2026-yil Xalq deputatlari Jondor tuman kengashining agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyani yig'ilishi o'tkazish barcha tegishli xodimlar bugungi yig'ilishga qatnashyapti. Yig'ilishimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Birinchi masala bo'yicha so'z Buxoro viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi Jondor tuman bo'limi boshlig'i Bektosh Qurbonovning 2026-yilning birinchi yarim yillik davomida amalga oshirgan ishlari yuzasidan hisobotlarini eshitamiz. Marhamat Bektosh, sizga. Assalomu alaykum. Hurmatli ishtirokchilar, hurmatli deputatlar. Demak, Buxoro viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish boshqarmasi Jondor tuman bo'limi tomonidan 2026-yilning birinchi yarim yillik davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ruxsat bersangizlar qisqacha bir hisobot berib o'tsam. Tumanimizda atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlarining buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlarini joriy etish, aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar rahbarlari va fuqarolarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish, shuningdek 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishishni ta'minlash taqozo etmoqda.